Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mani kuzatib turganlar, mani kuzatuvchilar, menga like qo'yayotganlar, menga chiroyli tilak bildirayotgan insonlar, hammanglarni kirib kelayotgan Xudo xolisa hayit ayyomi bilan tabriklayman. Ro'za Ramazonni oxirgi kunlari. Allohim keyingi Ramazonlarga hammamizni bag'ri butunlikda bir chiroyli bir shaklda yaxshi niyatlarimiz bilan iloyim yetkazsin. Ota-onalarimiz, farzandlarimiz, oilalarimiz hammasi sog'-salomat bo'lsin. Yer yuzida tinchlik bo'lsin. Har bir insonning qalbida doimo xotirjamlik bo'lsin, oilasida baxt bo'lsin. Qadrli do'stlar, talablarga binoan universitet haqida qisqacha sizlarga bir suhbat o'tkazmoqchiman. Chunki bu etaplardan o'zimiz o'tdik. Mani qizim bu yerda shu oxirgi 2 yil maktabni bitirib, aytib qo'yaman 12-yilda bu yerda 12-sinfi onlayn o'qisa ham bo'ladi. Shunaqa sharoit qilib berishadi. Davlat maktabi emas, albatta bu частный maktab bo'lgan bizada. Onlayn o'qib, YOS ekzameni bor, yabanchi sinovlari. O'shanga tayyorlanib, o'tgan yili Turkiyani 7 ta universitetiga qabul qilindi. Ozgina men sizlarga hozir proses haqida aytib o'taman. Proses o'zi qanaqa bo'ladi? Ko'p xususiy universitetlar imtihonsiz oladi, inostraniy, то есть chet ellik yabanchi o'quvchilarni. Unda faqat sizlar shu attestat, har bitta universitetda o'zini sayti bor yoki shu qidiruv naqasiga Googledan kirsanglar, WhatsApp nomerlarini beradi. Shular orqali o'zingizlar to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa o'rtaga odam qo'ymasdan to'g'ridan-to'g'ri любой universitetga kira olasizlar do'stlar. Shu esingizlardan chiqmasin. Lekin bu yordamchi agentstvalar ham bor. Ular ko'p holatlarda agar haqiqiy katta agentstva bo'lsa, sizlardan studentlardan ular pul olmaydi. Ular komissionni вознаграждениeni universitetlardan oladi har bitta student uchun. Demak, xususiy universitetlarda anaqa yo'q, hech qanaqa bir qiyinchilik yo'q. Bemalol hujjatlarni turiga qarab, qanaqa hujjatlar taqdim etilishiga qarab bemalol O'zbekistondagi attestat bilan sizlar bu yerda universitetga kira olasizlar. Faqat universitetda statusiga ham bog'liq, bir xil statusi baland top qanaqadir universitetlar soniga kirgan xususiy universitetlarda o'zini qanaqadir ichki imtihonlari bo'ladi, ingliz tilida imtihonlari bo'lishi mumkin. Va albatta agar sizda IELTS, CAT, SAT deymiz, GMAT shundan yaxshi agar natijalar bo'lsa, bu sizlarga juda ham katta plus beradi. Davlat universitetlari, masalan, o'tgan yili juda ko'p davlat universitetlari ham imtihonsiz chet el fuqarolarini o'z universitetlariga qabul qilishdi. Shu jumladan Mersin davlat universiteti ham chet ellik o'quvchilarni imtihonsiz, demak, attestatinglarni o'rtacha balliga qarab, sizlarni yana qo'shimcha qanaqadir yutuqlaringlar bo'lsa, o'shalarga qarab o'quvchilarni qabul qildi. Lekin meditsina yo'nalishi, yuridiskiy yo'nalish, apteka yo'nalishi va pedagogika yo'nalishida qanaqadir qo'shimcha o'zini bir tanlovlar bo'lishi mumkin, chunki bu yo'nalishlarni statusi balandroq hisoblanadi. Yana undan tashqari do'stlar, endi kelinglar yabanchi sinovlar haqida gaplashsak. Bu YOS deyiladi. YOSga O'zbekistonda ham bor, adashmasam, tayyorlaydigan insonlar va agar kimgadir kerak bo'lsa onlayn tayyorlaydigan yaxshi ruskoязычный, rus tilida tushuntirib bera oladigan domlalar bor. Men ularni sizlarga nomerlarini beraman. Har bitta Turkiyani shahrida bor shunaqa nima deydi, o'qish organizatsiyalari, korxonalari. Biza Metropol degan sitsevoy juda ham katta agentstvada o'qigan mani qizim. Anaqa bo'yicha shu YOS ekzameniga tayyorlanish bo'yicha ular faqat YOS emas, ular SAT, GMATga ham tayyorlaydi. Shu bilan bir qatorda va bu imtihonlar bir yilda 2 marta topshiriladi do'stlar, 2 marta topshiriladi va sizlarga bu imtihon natijalarini 2 yil muddatga ishlatib olish huquqi bilan beriladi. U nima degani? Mana bu yil sizlarni mana
deylik, mana maksimal o'zi 500 ball yozda. 500 balldan sizlar 300 ball yig'dinglar. O'zinglar kirmoqchi bo'lgan yo'nalishga mana imtihon topshirilgandan keyin har bitta universitet hujjatlarni qabul qilish anaqasini ochadi, qabulxonalarni ochadi va sizlar o'zinglarni ballinglarga qarab har bitta universitetda maksimal 5 ta yo'nalishga topshirish huquqiga egasizlar. Demak, sizlarga mana aytaylik, Mersin universitetida o'qimoqchisizlarda sizlar xohlagan yo'nalishga ballingiz yetmadi va sizlar aytishinglar mumkin, men bu yil o'qimayman, men bu yil emas, keyingi yil shu ballimni ishlataman, bu yil ishlab turaman va keyingi yil shu ballim bilan yana bir harakat qilaman deyishinglar mumkin. Agar yana qaytadan imtihon topshirgilik kelmasa, eslatib o'taman, yoz imtihoni pulli. O'tgan yili 2000 lira bo'ldi qizim topshirayotganda. Bu yil endi bilmadim, agar imtihonni nimalari chiqsa, narxlari chiqsa, men sizlarga buni ham albatta aytib o'taman. Aytib o'tganda 2 yil topshirish 2 marta beriladi. 1 yilda shans topshirish va o'sha o'zinglarning yiqqan ballinglarga qarab universitetlar qabulni ochganda har bitta yo'nalishga qaysi ball bilan qabul qilayotganiga qarab topshirasizlar va mandat kunini kutasizlar. Mana qaranglar, aytaylik, apteka eczane deyiladi. Apteka farmatsevtika yo'nalishida agar 300 ball bo'lsa, demak sizlarning ballinglar yetsa topshirasizlar. Lekin bu degani 100% sizlarni qabul qildi degani emas. Chunki o'quvchilarning kvotasi bor, boshqasi bor, o'sha o'zining qanaqadir kriteriyalar bor. 1000 ballinglar yetgani bilan sizlarni qabul qilmasligi ham mumkin. Shuning uchun aytganimdek, har bitta universitetda 5 ta yo'nalishga topshirish huquqiga egasizlar. Biz xuddi shunaqa qizim bilan 9 ta universitetga topshirdik. 9 ta universitetda har xil yo'nalishlariga topshirdik. Faqat kira olmagan yo'nalishimiz bu farmatsevtikaga bizani qabul qilishmadi. Stomatologiyaga ozgina balli yetsa ham, lekin undan ham katta balli olingan bo'lsa, baribir stomatologiyaga ham ballimiz o'tmadi. Biza akusherstvo, ginekologiya, shu keyin meditsina bo'yicha, veterinariya meditsinada, keyin hamshiralik fakultetiga o'tdi, laboratoriya laboranti, to есть qon analizlar bo'yicha u yo'nalishga o'tdi, biznes yo'nalishiga o'tdi, bu nima deydi, oshpazlik yo'nalishiga o'tdi, huquq yo'nalishiga o'tdi, Ankara davlat universitetini, Mersin davlat universitetida biznes yo'nalishiga o'tdi, arxitektura yo'nalishiga o'tdi. Xullas 9 tami 10 ta universitetga topshirgan bo'lsak, bir 2 tami universitetda bitta yo'nalishga o'tdi. Qolgan hamma почти yo'nalishi, juda ko'p yo'nalishlarga o'tdi. Bu ham ozgina qiyin ahvolga solib qo'yar ekan. Keyin bizada bu tanlash anaqasi boshlandi. Qatga qaysi yo'nalish tanlashi. Boshida qizim juda ham Ankara davlat universitetini huquq yo'nalishiga qoladi, chunki juda ham statusi baland universitet, top universitetlar hisobiga kiradi. Endi uyda maslahatlashib o'tirib o'qidi, o'zi forumlarga kirdi, qaysi yo'nalishda qanaqa. Endi meni qizim sal usitchivость bo'yicha qiyinrog'iga o'tirib bir nimani anaqa qilish qunt bilan, baribir bilasizlar, yuridический yo'nalish bu постоянно sizlar bu законодательствоni, qonunlarni bilishingiz kerak va endi bu yerda o'qigandan keyin bu yerda ozgina huquq bo'yicha keyinchalik, masalan, advokatura litsenziyasini olish ham qiyinroq kechadi, siz agar chet el fuqarosi bo'lsangiz. O'shaning uchun hamma plus minuslarini o'ylab biz shu narsaga kelishdik. Arxitektura yo'nalishini tanladi va shu Mersinda qolishni xohladi. Mersin davlat universitetida 4 ta yo'nalishga kirgan edi. 4 ta yo'nalish ichida biz arxitektura yo'nalishini tanlab shu yo'nalishda qoldi. Endi faqat shu yo'nalishda o'qiyapti. Undan tashqari do'stlar, bu yildan juda ko'p yo'nalishlarga qo'shimcha ingliz tili imtihoni ham bo'ldi. Shu qatorda meni qizim ham topshirdi. Chunki fakultetlariga qaraydi. Meni qizim fakultetida yo'nalishida 40% darslar ingliz tilida, 60% darslar turk tilida bo'lgani uchun ingliz tilidan ham imtihon topshirildi. Endi agar sizlar to'liq ingliz tilida o'qiyman desanglar, albatta uni imtihoni boshqacharoq kechadi. Bu o'yla takoy qiyinroq kechadi. IELTS ga o'xshagan imtihon topshirishdi. Listening, writing, reading, speaking, to есть shu IELTS ga juda ham o'xshab ketadi imtihon. Va uni ham o'zini kirish balli bor. Har yili har xil bo'ladi. O'tgan yil masalan
masalan 50 ball bo'lgan bo'lsa, bu yil 75 ga chiqarishdi. Kirolmagan, u imtihondan o'tolmagan o'quvchilar 1 yil davomida universitet qoshida to'liq 1 yil ingliz tili o'qishinglar kerak bo'ladi. Ingliz tili o'qiysizlar va keyingi yil sizlar, lekin sizlarni student deb qabul qiladi va albatta sizlar o'quvchi vizasini olish huquqiga egasizlar. Sizlar ingliz tilida, ingliz tili faqat o'qisanglar ham baribir sizlar student deb qabul qilinasizlar va o'qishni to'liq pulini to'lashinglar kerak. Chunki agar sizlar o'sha hujjatinglarni topshirib bo'lgan bo'lsanglar, sizlar o'sha student hisoblanasizlar. To'liq o'zingizlarning yo'nalishingizda o'qiysizlarmi yoki sizlarga ingliz tili 1 yil o'qish majburiyati beriladimi, baribir sizlar 1 yil hujjatinglarni topshirganinglardan keyin shu o'qish pulini, kontrakt pulini to'lashinglar kerak. Endi budjet bormi, grant bormi? Ha, grantlar bor. Har yili Turkiya universitetlari, davlat universiteti ham, xususiy universitetlar ham Turkiya burslari degan programma bor. Balkim bilsanglar kerak. Maktab oxiriga qarab sekin uni ham qabullari ochiladi. Qarashib, menimcha bu yilligi уже tugadi, adashmasam shu fevral-mart oylarigacha bo'ladi. Har yili sizlar Turkiya burslariga hamma hujjatlaringlarni topshirasizlar onlayn. YouTube'da juda ham ko'p roliklar bor. Bu haqida qanaqa to'ldiriladi, qanaqa bo'ladi, qiyin emas. Umuman buni to'ldirasizlar. Uni plus taraflari juda ham ko'p. Sizlar qanaqadir qo'shimcha sertifikat, bironta yutuqlaringlar bo'lsa o'qish davomida, bu IELTS bo'lsin, yana qaytarib o'taman, GMAT, SAT, TOEFL yoki bir shaxmatmi yoki bir sportda boshqa bir turlarida nima bo'lsa ham, nima matematika yo'nalishimi, qaysi yo'nalishda bo'lsa ham, qanaqadir yutuqlaringlar bo'lsa, hammasini kirgizsanglar, bu sizlarni Turkiya burslari grantini olishinglarga juda ham katta yordam beradi. Do'stlar, eslatib o'taman, hech ham qiyin joyi yo'q va kirish kvotalari juda ham katta bo'ladi. Bu sizlarga nima beradi? Yoki sizlar 100% grant yutasizlar, o'qishinglar tekin bo'ladi, o'quvchi yurtlarida, demak, общежитlarida yashash tekin bo'ladi, ovqat puli beriladi, tekin ovqatlanasizlar va qanaqadir miqdorda stipendiya olasizlar. Bu yil masalan bir xil universitetlarda 5 ming lira bo'ldi, bir xillarda 6 ming, bir xillarda 4 ming. Mersin universitetida adashmasam 3 ming, 4 ming atrofida bo'ldi. 2 minglik yo 2 ming beradigan 2 minglik stipendiya bor, yo'nalishi ham bor. Bu qisman, agar sizlar to'liq grant emas, sizlar qisman grant yutishinglar ham mumkin. 50%, 75% grantlarni yutishinglar mumkin. Ularni ham o'zini o'sha beriladigan grantni ichida yana qo'shimcha sotsial bir o'quvchilarning sotsial bir podдержкасы ham bor. Har bitta universitetniki o'ziniki alohida bo'ladi. Do'stlar, xullas shunaqa. Yana bir qo'shimcha savollaringlar bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiringlar yoki bir men har doim aloqa uchun raqamlarimni qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Yana to'liq ma'lumot beraman. Qo'limdan kelsa qizim bilan birgalikda uni vaqtiga qarab, albatta yana qo'shimcha savollaringlar bo'lsa, o'zini ham olib chiqaman, bir suhbat o'tkazamiz yoki bir sizlar uchun sizlar savol bersanglar, o'sha savollarga qarab men qizim bilan sizlarga suhbat qilib beraman. O'zini bir fikrini aytadi sizlarga, universitet bo'yicha o'zini bir o'tgan tajribasini aytadi. Juda ham har xil возможность, nima desa bo'ladi, bir imkoniyatlar beradi Turkiya universitetlari. Masalan, bu yil mana hozir qizim aytdi, ona studentlarni almashinuv programmasi bor ekan yozda, yoki men bu yil mana birinchi kursni tugatganimdan keyin ikkinchi, uchinchi kursni boshqa davlatdagi o'sha meni universitetim birga hamkorlik qiladigan universitetlarni o'zini imtihonlari bor ekan, ichki imtihonlar, shularni topshiribman. Boshqa davlatda grant asosida yoki shu o'zim universitetga to'layotgan pulimni ichida asosida men haqqim bor ekan shunaqa programmalarda qatnashish. Xullas, juda ham qiziqarli programmalari ko'p. Bu davlat конечно, davlat universitetlarini plus tomonlari juda ham ko'p, xususiy universitetlardan ko'ra, lekin xususiy universitetlarning ichida ham do'stlar statusi baland, top universitetlarga kirgan universitetlar juda ham ko'p. Ularning o'zini qanaqadir ichki grantlari ham bor. 30%, 40%, 50% va 100%lik. O'shaning uchun qiziqishinglar bo'lsa, yana nimadir balkim bironta bir universitet haqida ma'lumot kerak bo'lsa, aytganimdek izohlarda qoldiringlar. Men qo'limdan kelgancha sizlarga ma'lumot to'plab, yana bir shunaqa suhbat o'tkazib hammasiga ma'lumot berishga harakat qilaman va albatta savollar bersanglar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, qizim bilan
bir suhbat o'tkazib, uni studentni hayoti haqida bir o'zinglar eshitasizlar. Menga sizlarni savollaringlar kerak bo'ladi. U suhbat o'tkazishimizda juda ham katta yordam bo'ladi. Yana bir bor e'tiboringiz uchun katta rahmat. Ozgina suhbatim cho'zilib ketdi. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi va yana sizlardan ko'p savollar kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir marta kelayotgan hayit hammanglarga muborak bo'lsin. Mani nomimdan Mersin Aziza va Maryamxon nomidan tabriklab qo'yishingizni iltimos qilaman va iltimos sizlardan ko'proq insonlarga men haqimda aytinglar. Men bilan partnyor bo'lib ishlamoqchi bo'lgan bo'lsanglar, men sizlarni taklif qilaman, kelinglar, qo'ng'iroq qilamiz. Qo'ng'iroqlashib hamma shart-sharoitlarni sizlarga tushuntirib beray, qanaqa ishlashimiz to'g'risida, sizlarni komissiyanglar, sizlarni bu yo'nalishda topadigan pulinglar qancha bo'lishini men sizlarga hisoblab ko'rsatib beray. Birgalikda kelinglar, ishlaylik, insonlarni xursand qilaylik. 40 ming, 45 mingdan boshlab juda ham yaxshi bo'ldi. Bilasizlar, muddatli to'lovga ham, 100% to'lovga ham juda ham qiziqarli bir takliflarimiz bor. Hammanglarni kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana eslatib o'taman, aprel oyining ikkinchi yarmida xudo xolasa 20-chislovlarida biz O'zbekistonga uchamiz. Hozir biletlarni hal qilyapmiz. Bilet olib bo'lgandan keyin albatta buni anons qilib sizlarga aytaman. Bo'ladigan joylarimiz Qatlada bir uchrashuv o'tkazamiz. Uni hammasini aytaman va albatta sizlarni kutib qolaman. Sog' bo'linglar. E'tiboringlar uchun katta rahmat.